Like bossa bo'ldi aka. Shu. Like bosib, kommentariy yozsa, bepulga xonadonlarga dirabilga kirgizib beriladi aka. Xo'sh, hammasini solasizmi? Hammasini solamiz Jasur aka. Bular mana bu silosdan ham mayin aka bu. Yo'q chiqardi. Bismillah. Olov brendi bir yondirsinmi bo'lmasa? Shunday aka, xudo xolasa olov brend, xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha uji tanilib bo'ldi aka. Olov brend tanilib bo'ldi aka. Brendlar qatoriga xudo xolasa chiqib bo'ldi aka. Shu videosida 1000 ta like yig'ilsa, bitta dirabilka. Shunday. 1,5 mingta yig'ilsa, ikkita. Aha. 2 mingta like yig'ilsa, 3 ta dirabilkani shunday bepulga uyga olib borib beramiz. 2000 ta like, 2000 ta kommentariya bo'lsa aka, o'zingiz aytmoqchi 3 ta dirabilkani xonadoniga bepulga yetkazib beriladi. Mana shuncha yo'llardan keldik, shu telefonda ko'rib keldik, shu Omadjon ishlari yoqdi. Dangal gapirar ekan, undaqa boshqa gaplari yo'q ekan. O'shaning uchun keldik, Xudoga shukr, narxlarni ham yengil qilib berdi. Bu kelajakda bu olov kompaniyasiga uzoq vaqtlar shunaqa bizga o'xshab klientlar so'rab kelishlik nasib etsin. Allohim Parvardigim bu bolalarda qilayotgan ishlariga Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Amin. Topganlariga baraka bersin. Farzandlarini rohatni ko'rsin. Allohim bizni mana xursand qilib jo'natyapti. Mana hoji akalarim ham juda ko'ngli to'lib xursand bo'lishdi. Bundan keyin bizdan keyin kelgan odamlar ham hammasi xursand bo'lib ketishlik nasib etsin. Buyurim nasib qilsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Sizga ham yaxshi yordam qildingiz. 200 dan yutib berdingizmi? Bu yo'lda bizga sarf qiladi endi. Omadjon, hormimka. Assalomu alaykum. Jasur Sog'lik aka, yaxshimi? assalomu alaykum. Charchamasdan. Rahmat. Charchamasdan olyapsizlarmi? Alloh xizmatida barakasini bersin. Olyapsizmi? Iloyim barakasini bersin aka. Hammaga ishiga omad bersin hammani. Joyimiz ancha kengaydi. Xudo xolasa joylarimiz kengaytirib, yana ham nimasi bo'ladi? Harakatdan to'xtamasdan xalq duoda bo'lib, paddeshkada bo'lib turgani uchun aka shunchalik bo'lib mana sexlarimizni kengaytirib oldik. Inshaalloh Xudo xolasa harakatdan to'xtaganimiz yo'q Xudo xolasa aka. Hozir sosumizda necha xil dirabilka bor? Xo'p, hozirda aka 2 xil eng hadavoy dirabilkamiz bor aka. 2 xil dirabilka chiqyapti. Qanaqa? Arzonroq varianti bor, sal qimmatroq varianti bor. Hozir biznikini dirabilkalarimiz korpusi bir xilda bo'ladi. Hammasi katta kichikligi bir xilda standart. Xo'p, endi dirabilkamizni masalan bir qotopon, G'iraklari bor, bemalol. Balonlari bor. Bemalol u yoqdan bu yoqqa yetalab ovorsa bo'ladi aka. Mashina ham masalan nima desa bo'ladi aka. O'zi arzimagan pul turadi, masalan qo'yib qo'ysa nima desa bo'ladi. Xalqqa masalan xonadonga masalan ayollar ishlatadi, masalan bemalol yetalab u yoqdan bu yoqqa aka qiynalish holat bo'lmaydi, qulaylik bor. Hurmatli akalar, o'zini avtomatik kulchashalari bor. Buning vazifasi agar mabodo ko'proq solib qo'ysangiz yokida balandto'k, pastto'k bo'lib qolsa, avtomatik o'zini tashlaydi. Shunday aka, avtomat o'zini o'zi himoya qiladi. Jasur aka, bularda hozir 2 tomonlama zashni chiqyapti. 2 tomonlama zashni. Motorda o'zini ham zashnigi bor, o'sha oraliqda zashnigi bor o'zini. Ko'rdim. Mana u ichkarida bor. Zashnigi bor. Keyin tak o'zimiz avtomat qo'yapmiz, bu ham zashniga aka. Xo'p, o'zini voltmetri bor. Motorimizda ham bor. Motorda o'zi zavodskiy voltmetri bor aka mana. Avtomatik bo'ladi. Ko'rsatib turadi aka. Xo'p, qarang. Ushbu motorimiz necha ming оборот hozirda? Xo'p, aka, mana dirabilkamiz 3 kilovatlik, 3000 оборотlik dirabilka aka. 3 kilovat 3000 aka. Motorlar original motor, xudo xolasa bexijolat, universal, dom mahsulot, o't mahsulot hamma narsani chiqarib beraveradi aka. Aka, buni 4 xil nasatkasi bor. Birinchisi mana. Birinchisi mol bopi aka. Xo'p, keyingisi qo'y bopi aka. Qo'yga moslangani. Keyingisi aka yorma holatda, mana yorma holatda setkasi, keyingisi kepay holatda setkasi aka. Juda ko'pchilik masalan nima desa bo'ladi? 3 xil setka ham chiqaryapti aka. Masalan 3 xil setka ham chiqaryapti. Bizda o'sha naborda aka 4 xil nasatkasi bor mana. Xo'p, akalar yonboshdan tushadi aka. Bir degani solasiz. Bir deganingizni solasiz, bir deganingizni chiqarasiz. Eng oson variant. Bu aka bular bo'shat, yo'q shart emas aka bular. Bemalol aka setkasini almashtirib chiqarsangiz bo'ladi aka.
Ushbu ko'rib turgan drablikamiz Aha. ho'li quruq tanlamaydi. Donli mahsulotlar bo'lsa ham bemalol chiqariladi. Kak tegirmon holatdan ishlatib ko'rsatsa bo'laveradi. Shunday ekan. Video davomida albatta ko'rsatamiz ishlab Xo'p, chiqarishlarni. video davomida mana shu drabikalarimizni ishlatib, yurgizib ko'rsatib beramiz aka. Bu yerda hozir holatda hurmatli obunachilar, endi biz ham anchadan beri omadbek bilan ishlayapmiz. Shunday. Mana Zaslonka qopqog'i. zaslonkasi bor. Bu yerda holaga razmeriga qarab turib donli mahsulotlar chiqarsangiz bo'ladi. Bug'doy, makajo'xorini, so'tasini ajragan Shunday, yoki albatta guruch aka. mahsulotlari, qanaqadir donli mahsulotlar bo'lsa hammasi jo'xorini chiqarsangiz bo'laveradi. Bu tarafda so'talisini tashlaysiz. So'talini soladi. Soladi. Xo'p. Endi don mahsulot, o't mahsulotlarni chiqarib ko'rsatib beramiz endi aka. Nimalar bor hozirda? Xo'p, aka so'tali makka. So'tasi bilan chiqaramiz. So'tasi bilan chiqariladi. Bug'doy Bug'doy va xo'p, somon, somon ham aka sholipoxol. sholipoxol. Sholipoxol, qamich, ho'lpoya hammasidan bor aka. Boshladikmi? Ishlatib, yurgizib ko'rsatib beramiz aka. Bismillah. Eng qiziq aka o'sha nimasi bo'lar? Eng arzon drabikalarimizni chiqarib, sinovdan o'tkazib beramiz aka. Ovozaga e'tiboringlar. Qani tayyormisiz? Bismillah. Deng. Qani? Xo'p, bug'doy. Bug'doylar qani? Katta. Voy buni tortishini qaranglar. Zo'ru. Hozir bug'doy chiqaryapti, buni holati deyarli keladi, hurmatli obunachilar. Mana. Bug'doy chiqishi. Bo'ldi, keyingisi. Hop, bunda o't mahsulotlar olib ishlab chiqaramiz. Jasur aka, mashina oldin bir qator o'tga aralashib ketmasin, bir qator ko'rsatib olaylik aka. Hop bo'ladi. Hop. Bu so'tali makajo'xorini mana shu holatda keltiradi. Yorma holatda keltiradi. Jo'jalarga, atalarga yaraveradi. Xo'p. Keyingisi. Keyingisi aka kepay holatga keladi aka. Bug'doyni Mana. chiqarsangiz shunaqa holatda keladi. Agar maydaroq razmerda setga keraksangiz, maydarog'ini ham chiqarib beraveramiz. Endi Xo'p, Hop, endi buni aka o't o't mahsulotlarimizni chiqarib beraylik. ketdik. Qani, ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, Jasur aka birinchi ho'lpoyani chiqarib beraylik aka. Sepkali holatda Jasur aka. Teskari holatda mana qo'yamiz. Bo'ldi, yetadi. Hurmatli akalar, chiqarilgan makajo'xorim, qaranglar-da. Silosdan mayin. Silosdan mayin qilib chiqarib beradi poyani, shunaqa bo'lib bo'lsa. O'zingiz ham bemalol silos qilsangiz bo'laveradi. Mana. Yaxshi. Jasur aka bu nima desa bo'ladi, bu ancha-muncha drabilka masalan, setkali holatda juda qiyin masala aka, ho'l narsa. Setkasi bilan mana bu silosdan ham mayin aka bu. Zo'r qilib chiqarib beradi. Qo'yboq setkasi aka. Voy buni chiqarishdan qarang. Zo'r-ku. Zo'r. Ha, chiqarilgan mahsulotlarimiz deymizmi? Bu hop, molbob setkasida chiqarilgani, mana molbob
sal bu tarafga o'tsak, qo'y bobi. qo'ybob setkada o'ta ham mayin qilib chiqarib beribdi. Mayinligini qarang tasvirga. Ketdi. Aka qamish bilan poyani bitta qilib chiqarib yuboraylik aka, katta vog'dek aka. Bittada solamiz aka. Xo'sh, hammasini solasizmi? Hammasini solamiz Jasur aka. Mana hurmat aka. Qadrdonlar, mana sextamiz. Jasur aka. Mahsulotlarni ko'rdilaringiz. Ammo o'zim ham zo'rg'a savoldim katta vog' olgan Jasur aka. Jasur aka setkasi holatda ham normal. Tepasini olaylik mana. Setkasi holati ham normal. Zo'r. Mana akalar, opalar, bir qator ishlashlarni ko'rsatdik. Mehnalarimiz asal like deb bosinglar. Like bosgan insonlarga pul yutuqli o'yinlarimiz ham bor degandik. Davom etadimi? Davom etadi aka. Har bitta o'yinimizda Xudo xolasa davom etadi aka. Xo'p. Xudo xolasa xalq podдержкада duo o'qib tursa aka, qo'llab-quvvatlab, faqat like bossa bo'ldi aka. Shu. Like bosib, kommentariy yozsa, bepulga xonadonlarga drabilga kirgizib beriladi aka. Like bosib, kommentariy bosganlar qo'li dard ko'rmasin aka. Xudo xolasa har bitta o'yinlarimizda drabilkalarimiz yutuqli o'yinlar ketadi aka. Xudo xolasa shartlarni o'zingiz aytib o'tasiz aka. Xudo xolasa bu safar 3 ta drabilkani qo'yib beramiz aka. 3 ta drabilkani aka yutuqli o'yin qilib qo'yib chiqarib beriladi. Olov brendi bir yondirsinmi bo'lmasa? Shunday aka. Xudo xolasa Olov brend, Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha uji tanilib bo'ldi aka. Olov brend tanilib bo'ldi aka. Brendlar qatoriga Xudo xolasa chiqib bo'ldi aka. Qarang. Shu videosida 1000 ta like yig'ilsa, bitta drabilka. Shunday. 1,5 mingta yig'ilsa, ikkita. Aha. 2000 ta like yig'ilsa, 3 ta drabilkani shunday bepulga uyga olib borib beramiz. 2000 ta like, 2000 ta kommentariya bo'lsa aka, o'zingiz aytmoqchi 3 ta drabilkani xonadoniga bepulga yetkazib beriladi. Xudo xolasa xalq duoda, podдержкада yana ham qo'llab-quvvatlasin aka. Bepulga xonadonlarga drabilkani yetkazib beraylik aka inshaalloh. Xudo xolasa. Akalar, bu narsalar ustiga qo'yilmaydi. Xayri, ziynati. Shu bir qiynalgan odamga tushsin, biz ham xursand bo'laylik. Hali ishlatayotganda ham boru, xursand bo'lib ishlasin-da. Har bitta ishlatgan duo qilsa, savobi shu like bosgan odamlarga ham boradi-da. Albatta aka, like bosgan odamni qo'li dard ko'rmas aka. Xudo xolasa xalq duoda, podдержкада aka, biz mehnatdan to'xtamaymiz. Faqatgina bitta like bosib qo'ysa bo'ldi shu aka. Barakalloh. Aloqa ochib ko'rasizlar.